26-savol. 0,4 mol sirka kislotasi xlorlanishi natijasida hosil bo'lgan vodorod xloridni to'liq neytrallash uchun 200 g 16% natriy gidroksid eritmasi sarflangan bo'lsa, reaksiya natijasida hosil bo'lgan xlor organik birikma formulasini aniqlang. Sirka kislota CH3SOH unga xlor birikishi natijasida vodorod xlorid hamda xlor organik birikma hosil bo'libdi. Sirka kislotaga xlor birikishi natijasida hosil bo'lgan vodorod xlorid natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishibdi. Natriy xlorid tuzi bilan suv hosil bo'ladi. Xo'p, 200 g 16%. 200 g 16%. Bu 32 g degani 40 ga bo'lib yuborsam mol kelib chiqadi. Ya'ni 0,8 mol. 0,8 mol natriy gidroksid sarflangan bo'lsa, 0,8 mol xlorid kislota ham sarflangan. Bu yerda demak 0,8 mol vodorod xlorid hosil bo'lgan. 0,4 mol sirka kislotaga 0,8 1 ga X qiladigan bo'lsam, xlorid kislotamdan 2 mol hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni xlorin 2 ta bo'lishi kerak. CH xlor 2 SOH bo'lib qolib, bunda to'g'ri javobim B bo'lib qoladi.